Assalomu alaykum aziz muxlislar. Biz bugun anchadan beri niyat qilgan o'zi birinchi bo'lib shu studiyamiz bitganda birinchi bo'lib shu inson bilan suhbat qilaman niyat qilgan insonim Ramazon Temirov. Ramazon, xush kelibsiz. Aka. Sizga savollarimiz, mavzularimiz juda ko'p. Chunki men o'zim ham bilmayman nima bo'lyapti, nima gap so'z. O'z ishlaringiz yaxshimi? Rahmat Siz aka. bo'lasiz? O'z yaxshimiz. Yangi studiyamiz yoqdim. Zo'r ekan, zo'r chiqibdi aka. Qo'ldan kelgan chiqildi. Undan ham katta studiyalar qilish nasib qilsin aka. Zo'r chiqibdi. Endi bemalol любой odamni chaqirib mana kichkina Temirovlar bor, ularni chaqirib bemalol uchrashib bilan suhbatlashib o'tira oladigan joy bo'ldi. Ani birovga qarab qolmaymiz. O'shanga Eng yoqqan narsa nima bo'ldi bilasizmi? UFC kamarami? Da. Xolos O'zbekistonga ham original kesin Inshaalloh. olib kelish nasib qilsin sizlarga. Amin. Xudo xolisa. Nima gap endi? Tinch. Yangilik yo'qmi bizga? Yangilik yo'q, endi yangilik xudo xolisa mart oyida. Sizni o'sha doping masaladagi anaqa chiqdi, qarori chiqdi. Gaplar o'sha etishingiz bo'yicha 6 oyga sizga anaqa taqiq qo'yildi, to'g'rimi? Bu o'sha chiqqan kundan hisoblanar ekanda. O'zi opshimanga 9 oy anaqa berilgan, taqiqlangan, zapret tushirilgan menga. 9 oy, 3 oy o'tib bo'ldi. O'sha anaqa bo'yim atmen bo'lgan kunidan boshlab mendan o'sha qon anaqa olingan, analiz olingan. O'sha analiz olingan kundan boshlab hisoblanadi. Hozirgacha 3 oy vaqt o'tdi. Yana 6 oy vaqt qoldi xolisi. Mart oyigacha yana bitta tekshiruv o'tar ekan. Balkim bitta, balkim ikkita. Emailimda o'sha UFC'ning advokatlari yozishganlari bor. Menga aytishlari bo'yicha yana bir marta kelib olishar ekan. U qachon kelishlarini aytmaydi. Xudo xolisa yana o'sha toza chiqsa, o'sha keyin mart oyida o'sha sapernik menga boy tanlashdi, qaysi vaqtga, qaysi oyga Xudo xolisa boy tanlashni boshlashadi. Boy olishni boshlashadi Xudo xolisa. Demak, qaytishingiz shu, skорее всего, mart oylariga. Mart oylarida, mart inshaalloh shu bahor oylarida Xudo xolisa aprel, may. Mayda martlarda Xudo xolisa yaxshi tayyorgarliklarni qilsam, men o'zim xohlayapman inshaalloh iyun oyida o'sha bu anaqada Oq uyda UFC o'tkazilishi kutilyapti 4-iyunda. Shu turnirga hozir menejerlarga aytyapmiz. Shu turnirga qo'shilishim, chunki biroz juda katta turnir, yilning eng global sabitiyasi bo'ladi deyapti. Shu McGregor, Jon Jones, yana kimlardir juda yaxshi, ancha katta bo'ladi deyapti. O'tda даже birinchi bo'y ham juda katta anaqa. Birinchi bo'yda qatnashish uchun ham даже juda katta talash bo'ladi. Hamma xohlayapti, ayniqsa amerikanlar uchun bu orzu. U joyga o'sha menejerlaringizni qurib yetadimi o'sha olib kirishga? Endi Yuray menejeri bilasiz, u o'sha Dana White bilan ham boshqa matchmakerlar bilan ham UFC'ning hamma matchmakerlari bilan juda ham zo'r. Uni juda zo'r hurmat qilishadi, hurmatini yaxshi joyga qo'yishadi. Ikkita bo'yimni ham chiroyli jang ko'rsatganman. Menimcha Xudo xolisa avvalambor Allohdan, lekin o'sha jang olib bersa kerak. Chunki men aytdim, vesimda eng topoviy nechinchi nomer bo'lsa ham farqi yo'q. Xudo xolisa eng zo'r jangchi bilan bersin, men urushaydi dedim. Chunki hozir to'g'risini aytsam, juda ham sog'inganman jangda. Shu chanqoq holatdaman. Balkim ushib qolishi mumkin ekan, Xudo xolasa. Mana shu doping masalasida yana biz bir ikki marta videolar qildik, o'sha sizni gaplaringizni yetkazdik. Endi o'zi umumiy olganda shu holat qanaqa bo'ldi? Qanaqa qilib shunaqa holat chiqib qoldi sizda doping? Shu haqida umumiy gapirib berasiz boshidan. Xo'p, biz Tailandga bordik. Tailandda zibor o'tkazildi. Shu zibor o'tkazilayotgan vaqtida u yoqda o'zi ko'p boyetslar biladi, shu Tailandga borgan jangchilar. Anaqa infeksiya chiqadi. Katta yara chiqadi. Yara chiqadi, toshma toshadi-da. Immunitet tushib ketadi o'sha. Immunitet tushib ketadi. Havo o'zgarganini hisobiga. Menda shunaqa bo'ldi. Menda ham o'sha
toshma toshishni boshladi. Jasur aka ham ko'rdilar. Men uncha e'tibor bermadim. O'sha o'zini ba'zilaridan surtib yurdim. Juda ko'payib ketdi. Boshlarimdan chiqib ketdi, rasmlarigacha bor. Keyin isitma qildirishni boshladi. Keyin shu men Iskandar akaga yozganimda bitta antibiotikda aytgan dorini, shu dorini borib olib, anaqada aptekadan borib olib ichganman. O'sha antibiotik tarkibida Amerikada mumkin bo'lmagan bitta dori bor ekan. Shu dori bilan sostavi o'xshab ketar ekan. Misol mana mildranat qilish mumkin emas, dopingdan chiqadi. Lekin meksidol qilsangiz chiqmaydi. To'g'rimi? Lekin shu mildranat bilan sostav o'xshash dori bor. Shunaqa dorilar bo'ladi, borda. Amerikada ham xuddi shunaqa, O'zbekistonda ichgan shu tabletka, Tailandda ichgan tabletka Amerikadagi dori bilan sostav bir xil bo'lgan ekan. O'shani hisobiga ular mendan o'sha birinchi men u dorini ichganman, bir kundan keyin mendan analiz olgan kelishgan. O'sha bugun mana shu dorini ichganman, ertasi kuni o'sha mendan analiz olishgan. Именно o'sha endi qabul qilib o'sha elementlar sizni badaningizda sveji bo'lib turganda, sveji bo'lganda olingan. O'zi u organizmdan 3 kunda chiqib ketar ekan. 2 kun yo 3 kunda. Mana bu siydik orqali chiqib ketar ekan. Lishenasi necha kunda chiqdi u anaqani o'sha doping olib ketgandan keyin? Xo'p, menda doping olib ketgandan keyin 10 kundan keyin o'zi atak 13 kunda chiqadi. Har doim 13 2 haftada chiqadi, 13-14 kunda. 10 kundan keyin sraz yana kelishdi menga. Anaqadan keldik dedi, va'dadan keldik deb yozdi. O'sha bola mendan olib ketgan. Keyin qo'limdan oldi. Birinchi bo'lib anaqadan oladi. Siydikdan oladi. Siydikdan любой narsa ichsangiz siydikdan chiqadi-da. Siydikdan chiqmasa, o'sha qaytib kelmaydi, qondan olmaydi. Menni sraz qondan oldi. O'shanda men o'zim shubhalandim. Nima uchun mendan yana qondan olishdi? Chunki mendan faqat kelishgan, mendan juda ham ko'p doping kontrol qilishadi, tekshirishadi. Faqat siydigimdan olishadi. O'sha 10 kun, 12 kunda javobi chiqadi. Yana 2 oy, 3 oydan keyin yana bitta kelishadi. Bu safargisida 10 kunda sraz qonimdan kelib oldi. Sraz 3-4 kundan keyin menejer yozdi bizga. Jasur akam ham kelgandilar kakras. Shu anaqa dorining ismini aytdi Amerikada. Shunaqa dori chiqdi dedi, mumkin emas ekan dedi. Boy atmayin bo'ladi dedi. Shundan keyin hamma sarguzashta boshlanib ketdi. Siz o'sha narsani eshitganingizda, to'g'ri bu dopingligini eshitganingizda ichingizdan nimalar o'tdi? Aka tasavvur qilib bo'lmaydi. Endi juda ko'p narsa o'tib ketdi. Endi baribir shuncha joyga kelganman. To'g'risi, o'zi mana shu gaplardan men juda ham qiynalib kelganman. To'g'risida hamma menga shu qaraganda hamma meni o'ylaydi, shu qanaqadir ukol olib yuradi yoki bo'lmasa nimadirlardan foydalanib yuradi, qiladi deb o'ylashadi-da. Lekin bunaqa bo'lmas. O'zi как положено, menda har doim Iskandar aka bilan o'zingiz ham gaplashgansiz. Iskandar aka menga hech qachon noto'g'ri narsa bermagan, hech qanaqa birorta ukol bermagan. Mana bu testosteron, gormon ro'stiga nimadirlar qiladigan, qutratadigan dori bermagan. Faqat oddiy shu kunlik hayotingizda nima vitaminlar ichish kerak bo'lsa, shu vitaminlar berilganda. Shu gaplardan o'zi hammaga gapiraverib, "Yo'q, aka, men unaqa narsa qilmayman" desam, "Yo'q, figurangni qara qilasan" deb aytadi hammasi. Charchab ketgandim-da. Ana nima desam, shu narsa kallamga aylanib qolib bo'ldi o'sha odamlar meni. Endi aytdim-ku, bilardim bir kun baribir fosh bo'lishini degan narsani odamlar, voy shunaqa insonlar bor-da, gapiradi-da. Bilardim o'sha vaqtda mana shunaqa narsalar qilib yurishi, mana qara deb. Axir gap so'zi aylandi. Keyin shuncha bosib o'tgan mehnatim Jasur akam bilan juda ko'p gaplar o'tib ketdi yoddan. Chunki men ichgan dorilarimdan hech qaysidan bu chunki arzimagan dori bo'lgan, chiqadi deb o'ylamaganman-da. Iskandar aka ham ozgina menga nimadir dori bersa,
bu sostavini o'qib ko'rib, shu va'dada mumkinmi yo'qmi ko'rardida. Bunda ozgina shu anaqa bo'lgan, e'tiborsizlik bo'lgan. O'sha hisobiga mana shunaqa bo'lib qoldi. Bu lekin biz uchun aka katta bu nima desam bo'ladi? Yo'qotish emas, bu katta bu bizga tajriba bo'ldi-da. Chunki biz endi UFC'ga chiqdik. Misol Jasur aka bilan O'zbekistondan turib, bizning yonimizda misol turadigan, o'rgatadigan Habiblarnikidek komanda yo'q-da. Bosh yo'q. Chunki biz o'zimiz UFC'ga kirdik. Nima mumkin, nima mumkin emas, nima qilish kerak, nima qilmaslik kerak, bu narsani biz bilmaymiz. Endi o'zimiz kirib, boy o'tkazib, vitaminlarni ham, qanaqa qanaqa tayyorgarlik qilish kerak, qanaqa ovqatlanish kerak, qanaqa vес tashlash kerak. Sekin-sekin o'sha o'rganyapmiz-da, qilyapmiz, harakat qilyapmiz. Habiblarda qarang, ularda boshqa anaqada, chunki ularda o'sha bosh bor-da. Ular o'sha joylashib bo'lgan, shu Maxachevlarni ham, boshqa pokoleniyasini ham ular o'sha qanaqa olib ketishni biladi o'zining sxemasida. Bizda mana shunaqa bizga o'rgatadigan odam bo'lmadi Jasur aka bilan ikkalamiz. Keyin Jasur aka baribir menda trenirovkaga hamma narsalarimga qaragani bilan baribir vitaminizatsiyalarimga qaraydigan inson Iskandar aka. Iskandar akada ham shu ozgina o'sha oilaviy muammolari bilan bo'lib anaqa bo'lib qolganda. Doriga qarash sostavini o'qish esdan chiqib qolgan. E'tiborsizlik deb o'yladim. Mana endi hozir baribir jangchi oldinda plani bo'lsa, jangi bo'lsa, o'shanga qarab mos o'shanga bokchi bilan tayyorlanadi. Mana hozir sizda mashq holatlar bo'ldi. Yana 6 oydan keyin bo'y. Hozir o'sha tayyorgarlik, trenirovka jarayonlaringiz qanaqa kechyapti? Hozir to'g'risini aytsam, bir mahal trenirovka qilyapman. Bir mahal yaxshi trenirovka qilaman, faqat bo'yidagi tayyorgarlik bo'lmaydi. Oldingidagi motivatsiya yoki bu o'zi spesial shunaqa reja bo'yichami? Yo'q, birinchidan oldingizda bo'yingiz bo'lmasa, motivatsiyangiz ham ozroq tushadi. Chunki sababi bo'y bo'lganda nastroy faqat bo'yga bo'ladi-da, jangga bo'ladi. Mana jangda yutishim kerak, mehnat qilishim kerak, bo'ldi. Men hech narsa hech qayerga chiqishim kerak emas, vaqtida uxlashim kerak, vaqtida trenirovka qilishim kerak, vaqtida ovqatlanishim kerak degan narsa bo'ladi. Hozir bo'y yo'q, misol ozgina anaqa erkalanasiz-da. Misol vaqtida uxlamaysiz. Vaqtida misol trenirovka vaqtlari bir mahal bo'ladi. Xohlagan ovqat yeyiladi, shirinlik yeyiladi, burger yeyiladi. Xohlagan ovqatlarni yeb, ozgina anaqa bo'ladi-da. Bo'yda boshqacha motivatsiya bo'ladi-da. Hozir menda baribir o'sha ovqatlanishimni ham to'g'ri, har doim to'g'ri qarab ushlab yuraman. Trenirovkani ham qoldirmayman. Bir mahal xudo xolisa yaxshi trenirovka qilyapman. Endi xudo xolisa men yilning boshidan o'sha bo'yim yaqinlashgan sari hamma narsalar yana yangi kontraktlar o'sha kelgandan keyin boshqacha motivatsiya bo'ladi. Xudo xolisa. O'g'ani kuni video qildingiz. Mana shunaqa holat bo'ldi. Oldimda hech kim qolmadi deb adamozam o'sha kech payt video qildingiz istoriyada. Men endi siz yoningizda yurgan ko'pchilikni bilaman-da. Именно sizdan shu narsani kutmagandim. Sizdagilar bular уже давно filtrdan o'tgan, ishonchli, nadежный, hammasi порядочный insonlar deb ko'pchilikni bilardim-da. Lekin hozir ko'pchilik yodimdan ketib qoldi. Neужели shu holat sizda ham bo'lyapti, misol? Yo'q, ham bilmadim, har o'sha bu odamda bo'lar ekan bu narsa. Men ham shunaqa deb o'ylardim. Men bilmayman, meni oldimdagi insonlar inshaalloh har doim ham yonimda bo'lsa kerak-da mana shunaqa. Chunki ibodatli, yaxshi bolalar yuradi-da yonimda. Misol xabar olib, anaqa turishadi, baribir anaqadan bo'ydan yutib, el nazarida yurgan vaqtingiz hamma narsa misol bor vaqtida u даже telefon qilishingiz shart emas-da, uydan chiqishingizni ham kutib turishadi-da, qayerga borasan, nima qilasan, nima sabab, nima qilamiz bugun, plan nima, mana shunaqada.
uydan chiqmasingizdan turib o'sha ozgina yutqizish bo'lmadi bu. Prosta Alloh sinov berdida. Ozgina pauza bo'ldi. Pauza bo'ldi bu bizaga. Chunki men xatolarni ko'rib olib ozgina shu vaqtda shu Xudo ko'rsatib qo'ydi boyagi yonma atrofingdagi insonlarga ishonmagan, faqat menga ishongin degan ishora bo'ldida. O'shanga o'tirib qarab turdimda, men уже bir o'zim qolmaganim juda ko'p ancha vaqt bo'lgan ekanda, qarasam kecha bitta o'zimman-da. Subhanalloh. Har doim kechqurun yonimda 15 ta, 10 ta, 5 ta, hech bo'lmasa 2 ta 3 ta bola bo'lardi. Qarasam bitta o'zimman-da. Uncha zo'r dedim. Ozgina qolibdi, martda hammasi qaytadi. Ha, xudo xolasa. Men lekin boshqacha qaytaman aka. Inshaalloh. Oxirgi oktagon turnirida ukangiz jang qildi. Mag'lubiyat bo'lib qoldi. O'zi undan oldin ham Amerikada kuchli bola bilan zo'r bola bilan tushib, u yerda ham mag'lubiyat bo'lib qolgan edi. Endi biz kutgan edik, qanaqadir yengilroq qaytish jangi bo'ladi deb. Lekin bunisi undan ham kuchliroq raqib bo'lib qoldi. Juda kuchli, talantli, yaxshi bolalarni yutib kelayotgan raqib bo'lib qoldi. Albatta yutganda bu Azbek uchun katta talchoq bo'ladi oldinga, lekin riskovni jang edi-da. Mag'lubiyatdan keyin ko'pchilik bilasiz, o'sha turnirda ham ko'rdingiz, 10 sekundlik jangda boshqa narsalar bo'ldi. Lekin Azizga bunaqa raqib tanlashga nima sabab bo'ldi, bunaqa kuchli raqib? To'g'risini aytsam, men shu narsaga o'zimni ham aybdor deb bilaman. Sababi men Aziz bu yoqqa kelib urushadi deb o'ylamagandim birinchidan. Ikkinchidan u Amerikada o'sha o'rtada bitta yaxshi formaga kirdida, 3 ta boy atkaz bo'lib ketdi. Soperniklar atkaz qildi. Keyin o'rtada boy yo'qligida bu travma olib qoldi-da, dam oldi. Yelkasidan travma oldi-da, dam oldi, past bir 20 kuncha dam oldi. Trenovka qilmadi. Keyin O'zbekistonga qaytaman dedi. O'zbekistonga qaytishini bilganimdan keyin men bu yerda urushni bilganim yo'q men. O'zbekiston kelgandan keyin o'sha men anaqada ko'rdim. Fight card chiqqanini ko'rdim-da. Keyin sirasi o'ziga tashladim. Sen urushyapsanmi dedim, Toshkentda dedim. Sen men aka urushyapman dedi. Kim aytdi desam, Jasur akamdan so'radim. Aka urushib yuboraman dedi. Keyin sopernikini men ko'rdim. Bitta boyini ko'rdim. Bitta bolamni urushgan anaqa. Sanjar urgan bola bor-ku. Tojikistonlik. Tojikistonlik. O'shani yutdi-da. O'sha bolamni urushganini ko'rdim. Kuchli bola, yaxshi bola ekan. Keyin bu yaxshi bola ekan, uka, nima bo'ldi? Tayyorgarliging yaxshimi desam, aka, yaxshi hammasi. Xudo xolisa uraman dedi. Qaradim, keyin zalga shu oxirgi kunlar trenovka qilishida ozgina men bab bilasiz-ku, men uni oldingi oktagondagi formalarini bilardim-da. Ashaddiy qanaqa urushardi, u azarti ham boshqacha bo'lardi-da. Trenovkalarda ozgina o'sha anaqani ko'rdim. Suslikni ko'rdim. Shashti yo'q-da, yoraman degan shash. Men ves tashlayotgan vaqtida ham odamda baribir shashti bo'ladi. Oxirigacha xarakter bilan unda ozgina xarakter choti tushganini ko'rdim-da. Keyin yaxshimi hammasi so'rasam, aka yaxshimi, zo'r. Ozgina kasal bo'ldim, mazam bo'lmayapti dedi-da. O'sha men aytdim, boydi bo'lmasa atkaz qilaylik dedim. Sen yo'q, men aka urushaman dedi. Atkaz qilsam odamlar noto'g'ri tushunadi dedi. Yaxshi sopernik berganda atkaz qildi, unaqa qildi, gap so'z qiladi dedi. Keyin o'sha yerda keyin rozi bo'ldik. Keyin mana urushdi. Vesagonkada ham to'g'ri o'zini qaytarib ola olmadi aka. Vesini 3-4 kilo ves olgan, ko'p ves olmagan. Boyagi yaxshi formada bo'lsa, oldingi tayyorgarligida bo'lsa, urardi bu bola. Siz esingizda oxirgi mag'lubiyat 2018-yil bo'lgan. Unda ham o'sha jarohatdan keyin 2 yillik pauzadan keyinmi bo'libmi yoki undan keyin 2 yil pauza bo'libmi? Targetdan keyin 2 yil pauza bo'lgan. Targetdan keyin 2 yil pauza bo'lganda, o'sha paytda ham ancha payt trenirovkalar qilib yurdingiz, jarohatlar bo'ldi sizda, bo'ylar atkaz bo'ldi, karantin bir nimalar qilib uzoq vaqt davomida jang qilmadingiz-da. 2 yil jang qilmadim. Shunaqa sabr yetdi, o'zingiz ishladingiz. Men o'shanda ham
hayron qolardim. Mag'lubiyat bo'lgan, undan keyin zbor bo'lardi. Zborlarda ham chiqib qoladi, trenirovkalar qilaverardi. Shuning uchun mehnat sabr yetdi-da. Qaytganda undan ham ancha kuchli bo'lib qaytdingiz, вообще hozirgi rezultatlar вообще dahshat. Bu kezda shunaqa yetadi, mana aytasiz, hozir motivatsiya oldingidek emas. Sizdek shunaqa qaytishga, dalshi mehnat qilishga. Aka, hozir bu narsa bekorga bo'lmadi. Xudo xolisa, o'zimni gaplashganimdan ham o'sha o'zi bildim. Kerak, o'zim ham ancha gapirdim. O'zi ham tushunib yetdi. Bu biz sportdamizmi? Sportda yurgan odam har qanday vaziyatga tayyor bo'lish kerak edi. Mana bitta narsa mana anaqamda o'ylab ko'ring. Yutqizishdan ham qattiqroq anaqaga duch keldim-da men, misolda. Yutqizishingizdan ham misol yutqizsangiz, sraz yana 2 oy trenirovka qilib, sraz jangga chiqib ketaverasiz-da. Shu parajinlarni yopish uchun. Misol hali ham menga uzoq vaqtga zapret qo'yib qo'yishmadi-da. Aytmoqchi bo'lganim, har bitta narsaga tayyor turish kerak. Lekin o'sha tayyorgarligini ham, podgotovkalarini ham sababini yaxshi qilish kerak-da. Bunda sababi kamroq bo'ldi. Birinchi yutqizgan boyida ham xuddi shunaqa ozgina aytganini qilmagani uchun yutqizib qo'ygan. Bunda tayyorgarliklari ham hamma narsa zo'r bo'lgan, lekin ozgina shu trenerlarni eshitmagani uchun yutqizib qo'ygan. Bu boyida tayyorgarligi yaxshi bo'lmadi. Endi hozir o'sha ikkita parajinasi bor. Internetga kirsa negativlarni yozayotganini ko'ryapti, jahli chiqyapti-da. O'sha bu narsa unga plyusga ishlaydi. Hozir aka, men bu safar xudo xolisa boshqacha qaytaman, boshqacha podgotovka qilaman, boshqacha tayyorlanaman. Deb o'sha motivatsiyasi yana oshyapti-da. Sog'inyapti. Bu yaxshilikka. Yana ham o'sishiga, yana ham ko'tarilishiga, yana ham zver bo'lib qaytishiga o'sha mag'lubiyat sabab bo'ladi. Bu yerda yaqinda Xotanbek Boynazar bilan suhbatlashganimizda u aytdiki, shunaqa fikr bildirdi. Hamma o'zini ustun tomoniga ko'proq ishlash kerak. Imенно o'sha narsasini rivojlantirish kerak. Sizlar haqingizda o'sha Azbek haqida savol berdim. Aytdi, mana o'sha yerda kurash yetmagani uchun yutqizdi. U yerda nima qilish kerak? Kurashni qo'shish kerakmi yoki o'zini boksni kuchaytirish kerakmi? Boksni kuchaytirish kerak edi. Akasiga o'xshab zashta qo'ysa yetadi dedi. Nima deb o'ylaysiz unga? Shunaqa qilgani yaxshimi yoki? To'g'ri gapirgan. Men o'sha anaqada eshitdim. Anaqada chiqqanini, internetda chiqqanini gapirgan, to'g'ri gapirgan. Chunki misol o'ylab qarasangiz, mana Elya Topuriya. Boksini ustida ko'proq ishlaydi. U misol koronkasi boks, qo'li, udarnik, pancher. Bo'yiga chiqqanda zashta qiladi baribir. Faqat uradi. Azizda ham mana shunaqa narsani biza ko'proq o'sha o'zim ham aytaman-da, chunki men o'zim shunaqa qilaman. Men ko'plar o'ylaydi, kurash yaxshi emas deb o'ylaydi-da. Bitta kurashganimdan keyin men bilan kurash tushib ko'rsa, aka, siz yaxshi kurashar ekansiz-ku, nimaga kurashmaysiz deydi. Nima qilaman kurash? Nima qilaman? Chiqib boyda kurash nima qilib, bu meni ishim emas-da. Meni ishim urush. Boyga chiqaman, uraman. Baris bo'lsa, zashta qilaman, yana o'zim ishimni qilaman. Xotam to'g'ri aytdi. Azizga biz shunaqa yana ham xudo xolisa taktikasini qilamiz. Qo'lini zo'r qiladi. Baribir zashtasini qo'ysa bo'ldi. Stoykachiga shu kerak. Misol mana Habiblarda ham qarang. Stoykada ozgina dorgit qiladi, uradi, lekin o'zini ishini qiladi-ku. Chunki ular anaqada kurashchida. Ular o'zini ishini qiladi. Biz o'zimiz ishimizni qilishimiz kerak edi. Stoykachilarga o'sha UFC'da ham qiziqish bosh katta bo'ladi-da. Qarang, ikkinchi boydan men top 15 ga kelib ketib qoldim-da. Sal o'ylab qarasa, necha yildan beri urushayotgan UFC boyslari ham birdan topga kirib keta olmaydi-da. Aytmoqchi bo'lganim
shu stoykada jang qilishlarim shu UFC'ga yoqqani uchun sira to'ppo'yi bayslarga beradi. Azam xudo xohlasa endi o'sha kamchiligi ustida ishlaydi. Barbasi yaxshi. Yana ham zashtasini zo'r qo'yib, qo'lini yaxshi qilib olamiz, xudo xohlasa. Ham yaxshi yana nokautli boylar qaytadi. Otezni o'sha siqilayotganlarni videosini ko'rib, ko'pchilikni o'sha joni achidi o'sha otezga mana shu videoni o'zingizlar ko'rdingizmi, qanaqa siqilganlarini? Hozir kayfiyatlari qanaqa? Endi dadam bu narsaning to'g'risini aytsam, biz aniq qila olmaymiz. Otani ichida o'tgan. Endi siz o'sha yerda meni nervt qilganimni, meni baqirganimni ko'rdingiz-ku. Ukam uchun qanaqa qayg'urdim. Otam mendan endi 4-5 barobar ichlarida aniq qilganlar-da. Chunki har bittamizni boyimiz, meni boyimda o'tirganlarda ham mendan to'g'risi uncha aniq qilmaydilar-da. Chunki o'g'lim, men senga ishonaman. Sen universal boysan. Sen yoshligingda urushib katta bo'lgansan deydi-da. Ukalaring endi professional boyga o'tyapti. Ulardan ko'p Shohjahondan, Azizdan ko'p xavotir olishadi-da. Aziz boyida ham juda siqilib qoldilar ozgina. Keyin baribir dadamda motivatsiya katta-da. Ertasi kuni o'g'lim hammasini to'g'irlab, endi yana ham musobaqani anaqalarni qilishing kerak. Trenovkalaring bosishing kerak. Bundan ham zo'r bo'lib kelishing keraksan deb azizgancha motivatsiya berganlar. Shu ukangizni mag'lubiyatiga, Azizni mag'lubiyatiga buni sizdagi havaskor tajribasi bo'lmaganligi sabab emasmi? Uni sizda juda katta tajriba, misol uchun havaskorda ham, profda ham necha yildan beri urishyapsiz. Jahon chempionlari bo'lgansiz, rukopashning bo'yidan ko'p sportda urishgansizda. Endi ukalaringizni baribir buncha emasda ba'zida. Shunaqa. Shu kamlik emasmi ekan yoki bu narsa asosiy sabab bo'lmaydimi? Yo'q, bu narsa ham bo'ladi sabab. Chunki bu yosh boy havaskorda ko'p sportlarda misol urushgan tajribasi shuki, qanday bo'ladi? Bo'y vaqtida raqibingizga qarab o'zgarasiz-da sirazi. Taktikasiga tushib keta olasiz-da. Faqat misol o'zimnikini qilaman demaysiz. Azizda boshlagan sporti sirazi, misol boksdan sirazi MMAga o'tdi-da, havaskorda 2-3 ta urushib, sirazi professionalga o'tib ketdi-da. Havaskordagi anaqalari ozgina kamroq. Mana bu anaqadagi boyida ham, Amerikadagi boyida ham jangida o'sha bir texnikani o'zgartir deb aytganmiz, o'zgartirmadi. O'zini bilganini qildi-da. Menga Amerikada o'sha Charles Jonson bilan urushgan boyimda birinchi raund uni men yiqitaman dedim. O'zi har doim turganimda, o'zi o'darlarimni urganimda chustit qilsa, men o'sha u yerning kuchayadi-da. U bilan urushganimda birinchi raundda yaxshi uryapman, o'sha udarlarimni o'tkazdim, men o'z texnikamni o'zgartiraman dedim. Chunki u balani men nokaut qila olmasligimni bildim. Menga taktikani juda boshqacha tanlashgan ular. Men ham agar xuddi shunaqa jang qilganimda, yana birinchi raund urushganimda jang qilganimda, u meni urib yiqitishi mumkin edi. Yoki bo'lmasa charchatib tashlashi mumkin edi. Men o'shanga qarab Jasur aka o'zi siraz bildi. Anaqani o'zgartirasan, texnikani o'zgartirasan, ikkinchi nomer bo'lib ishlaysan faqat dedi. U senga hujum qiladi, chista havaskor stil qilasan dedi. Xuddi shunaqa qildik. Trenerda aytganini qildim. Shohjahonda ham hozir endi Shohjahonda baribir rukopashnida ozgina MMAda ozgina hozir urushtiryapmiz. O'sha uchun urushtirdik. Endi men profda ham ozgina optini oshirsa, xudo xolasa bu ham ancha aniq bo'lib qoladi. To'g'ri, nima desam bo'ladi? Joyiga tushib qoladi texnikalari. Shohjahon jahon chempionatida urushganda zo'r janglar ko'rsatdi. Shu yorqin janglar ko'rsatdi. O'sha bitta jangida o'sha mag'lubiyat bo'lib qo'yganda
bu mag'lubiyatga hamma sporit qildi. O'sha ozarbayjonlik sportchimidi, esimda ham yo'q. Shohjahon Temirov, kichkina ukasi, jahon chempionatida yorqin chiqishlar qildi, zo'r janglar qildi. O'sha bitta o'sha mag'lubiyat o'sha adashmasam ozarbayjonlik jangchi bilan edi. Ko'pchilikni o'sha bahsga sabab bo'ldi. Men ham o'sha yerdan turib jangni ham ko'rdim, syomka ham qildim. Nima desa bo'ladi? Bizni Shohjahonni yutdik deb hisoblagan edikda. Mag'lubiyat bo'lib qoldi. Uni jang qilish stili, shunaqa ustunligi o'sha ko'pchilikka ishonch bildirgan edi. Bu bo'ldi, jahon chempioni bo'ladi bu bola deb o'sha bilgan edikda. Mana endi MMA'da har yil jahon chempionati bor. Misol uchun endi men o'ylagan edim, keyingi jahon chempionatiga borib jahon chempioni bo'ladi, keyin balki profka deb. O'sha kutmasdan asli o'sha profka o'tkazib yubordilar-da uni. Bunaqa shoshqaloqligi nima sabab bo'ldi? Shohjahon profka o'tgani menga aka profka o'taman deb juda aniq qildi, o'zi xohladi profka o'taman deb. Keyin o'sha yoshi ham ancha o'sha yetib keldi. Chunki men o'zim professionalniy boylarimni 18 yoshimdan boshlaganman. 16 yoshimda urush boshlaganman rukopashniy boydan. Keyin 18 yoshimda o'sha MMA'da urushganman-da. Birinchi Xitoyda edi, Xitoyda bo'ldi. Nokaut qilgan boyimni 18 yoshimda urushganman. O'shaning qaradim, o'sha normalni o'zini ham anaqasi profga ishtiyog'i baland. Profda aka uraman, podgotovka qilaman. Haqiqat ishoning deb keyin bo'pti o'taverdim profga. Yaxshi, o'zini sekin birinchi boy yaxshi. Endi xohlasa o'sha ligada chempion qilishmoqchi. Shu chempionligini ATFda. Chempionligini shu 52 kiloda chempionlik kamarini berishmoqchi unga. O'shanga hozir dekabr oyida yo dekabr yo oktyabr oxirida Qashqadaryoda musobaqa bo'ladi. ATFda. O'shanda Glavniy boyda buni qo'yishadi, xohlasa. O'zlar shu yerda bo'lasiz. Albatta. Men endi hozircha mana shu yil O'zbekistonda bo'laman. Keyin yil boshidan planni o'zgartiramiz, xohlasa. Mana shu janglarga tayyorlanayotganingizda Amerikadagi tayyorgarligingiz muhimmi yo O'zbekistondagimi? Qaysi biri ko'proq muhim rol o'ynaydi? Amerikadagi ham, O'zbekistondagi ham. O'zbekistondagi tayyorgarlik birinchi etap bo'ladi-da. Bu yoqda tayyorgarlik juda zo'r bo'lmaydi. O'sha formamni ushlab turaman har doimgidek. Yoki ziborga chiqqanimda o'sha anaqa vonliklar bilan zibor qilsam yoki bo'lmasa boksyorlar bilan zibor qilsam, o'sha kamchiliklarimni to'g'rilab, xatolarni to'g'rilayman-da. Eng asosiy zibor menda Amerikada bo'ladi. O'sha uchun 2 oy oldin ketaman. Sababi u yoqda disiplina bor. Chalg'itayotgan insonlar yo'q. Vaqtida uxlayman, vaqtida trenovkam bo'ladi. Hech narsaga chalg'imayman, ko'chada yurishlarga. O'sha uchun ham menga Amerika yaxshiroq. Yo tayyorgarlik qilganim. Mana trenovkalar protsesida-chi farq bormi O'zbekiston bilan Amerikadan? Xo'p, endi u yoqda farq borligi, u yoqda boyaslar opitniroq, jangchilar ko'p. Bu yoqda endi hammasi o'zimiz daldagilar meni biladi, anaqa qiladi, baribir cho'chib urishadi-da. Amerikadagilarga endi baribir farqi yo'qda, kim bo'lsangiz ham. Ular ham UFC boyasi ko'p. Animesimda yaxshi boyaslar ko'p. Urushadi, taqir-tuqir. Ushasi yaxshiroq. Mana O'zbekistondagi videolar chiqsa ko'pchilik kritika qilaveradi. Qattiq uryapti, bolalarni mensimayapti, urib tashlayapti debdi. Bu yoqda mana shunaqa ishlaysizlarmi jo'skida? U yoqda ham bu to'g'risi Jasur aka videoga oladilar. Lekin qo'yilmagan vaziyatlar juda ham ko'p. Agar shu mendagi vaziyatlar boshqa bir boyaslarda bo'lganda hozirgacha internet to'la vobshe shov-shuv qilib yuborishgan bo'lardi. Mani o'zimga ham hozir shu UFC'ning o'zidagi roliklar, keyin o'sha jangi vaqtidagi tayyorlanayotgan podgotovkadagi misol formalarim, sparinglar, nokautlar bor. Qo'ymaganman-da, o'sha qolib ketgan. O'sha menda unday qiziqish ham yo'q-da, dash qo'yib, yana nimadir qilib unaqa narsa yo'q. Atak O'zbekistonda bu yoqda qanaqa urushsam, o'sha u yoqda ham Amerikada ham shunaqa urushaman. Chunki men hozir agar bu yoqda shu zalda shunaqa urushmasam, erta boyga chiqqandan keyin urush bo'lmaydi-da. Bir xil o'ylaydi, zalda sekin urushaman-da, boyga chiqqanman-da qattiq urushaman deydi. Bo'lmagan gap u.
Bu yoqda ter to'kasiz zalda, taqar tuqur urishasiz. Xuddi shu narsani bu yoqda 2 barobar qilib mehnatini olasiz-da ringda. O'zim aynan mana shu mavzuga negativdan o'qib turasizmi? Bitta videoyingiz butun dunyoda tarqab ketgan. Millionlab prosmotr bo'lgan. Amerikaliklar ham yozadi, nimalar yozadi. O'zida ham har xil trenerlar fikr bildiradi. Negativ bo'lib qoldi o'sha videoyingiz. O'zidan baqot bo'yi katta bo'ladi, jo'stki o'zisi. Jahlimni chiqargan, u bilan urushganmiz, o'zi sparing tushganmiz. U menga qattiq ishlagan. Vesi baland bola. Keyin men ham urib tashlaganman. Urib tashlaganman. Endi shu joyini videoga qo'yishgan bo'lganda, tarqalib ketgan keyin u. O'sha amerikaliklarda bunaqa sparinglar misol bo'ladi, lekin ularda bunaqa videolar chiqib ketmaydi-da. Ana shunaqa qiladi-ku, bывший chempion 84dachi amerikanец. Miyochichmi? Yo'q, ko'p gapiradigan tam anaqani Pereiraga yutqizib, keyin chempion bo'lib ketdi 84da. Ota ham esidan chiqib qoldi. O'sha qoldi, hammaga gap so'z qiladigan bir geylar yomon ko'radigan bitta amerikanец bor chempion. Anaqaga bilan ham anaqada Adesanyadan yutib kamar olib qo'ydi. Strickland. Sean Strickland. O'sha. Bu ham postoyanно kimlarni aktyorni olib ko'rib yomon olib tashladi. Bittasi negativ yozgani uchun ham olib ko'raverdi. To'g'ri. Amerikadan bo'lib turadi bu narsa. Shunaqa, yo'q, Amerikada bo'ladi. Zallarda bo'ladimi shunaqa zalda o'sha Yuray zalga borganimizda menga juda ko'p bola tashlagan. Taqar borganimda. Keyin ozgina endi anaqaga o'rganish bo'ladi-ku, havosiga. O'zbekistondan Amerikaga borganingizda ozgina nafas olish qiyinlashadi. Bosim katta u yoqda. O'sha hisobiga bir haftadan keyin hammasini taqalatganman, o'rganman. Borib Jasuraga. Mana bola chiqdi-ku, anaqada Dynamite Contender finalida Alibey Idrisni yutdi. Ruslan Zaliladek bola ekan. Keyin zaldan chiqib ko'zga Azbek Temirov ketdi. Sen keyingisisan, xudo xolasa, sen UFC'ga kirasan dedi. O'zi bir UFC'ga kirib, haydalib chiqib, yana hozir kiribdi-da. O'sha bola bilan sparing qilganmiz. Qilganman. Uni ustokada juda qattiq urganman. Vashcha ko'p barba qilaydi men bilan. O'zi barba degan mazasi. U anaqadan jujitsudan qora belbog'. Yuray zalida, u yoqda menejer zalida trener. Anaqada jujitsuda, jitser trener. U menga ko'p yordam qilgan. Chunki men u bilan stokada urushganman, stokada urib tashlaganman. Faqat barba qiladi-da. Barbasiga ham zashta qo'yib, sparingda men bilan turmasdi u. Anaqada boksda chaqirib olardim, yo'q, param bor dedi. Keyin sparing kunlari urushamiz ham yo'q dedi-da, keyin jujitsuga yonimga kelib oladi. Davoy kurashamiz deydi-da. Men kurashaman u bilan. Haqiqatdan ham kurashi zo'r. Bunaqa bo'yinlarimdan balyoy u bularga bermaganman-da, oyog'imdan 1-2 marta balyoy tortgan. Chunki ular jitserlar o'zini anaqasi bo'ladi-ku, har xil balobatlar. Mana bu o'zini koronkasi qiladi. Koronkasi bo'ladi. Endi zalda to'g'risi mana bunaqa narsalarga agar darsh ishlasangiz, mana shu oyog'i tortayotgan vaqtda ehtiyot bo'lib, endi men bo'yimga tayyorgarlik vaqtimda qilganman-da, ozgina ehtiyot bo'lib qilganman. Atak chista MMA'da urushganda o'sha jujitsu o'tmay ketadi-da bu yo'g'a. Yaxshi ursangiz qidirish boshlaydi. Ko'rdiz-ku, Idrisga ham birinchi stokada urib tashladi-yu, stokada taqir urib, keyin barba qilib tashladi. Alibey Idris bu turnirda oldin Furqatbek Yoqubov mag'lubiyatga uchratdi. O'sha birinchi jangida adashmasam, keyin o'sha finalga, yana bolalar finalga chiqdi. O'zim men bu boshlanganda men bolalar bilan gaplashganimda, sizga yaxshi yangilik bor. Xudo xolasa UFC'da urushamiz deyishdi. Biza men e'lon qildim Dubaydaligimda. Husan akadan super yangilik bor, shogirdlar UFC'ga chiqibdi. Tez orada o'ziga UFC e'lon qiladi, keyin biz ham aytamiz dedimda. Bitta qarasam, Alibey yutgan ekan Furqatni. Dedim, nimaga men anaqa menga bunaqa deyishdi dedimda. Keyin kecha Husan akadan so'radim, o'zlari atletlarni aytdilar. Prosta men boshchi o'ylagan, men Furqatni yutdi deb o'ylagan edim. Na samim deyilib bu yoqda Alibey yutib keyin finalga chiqqan ekan. Lekin o'sha yerda men ko'rdim, zo'r urushdi. Yaxshi urushdi. Furqat aka zo'r. Barbada ozgina ustunlik qildi.
baribir o'sha o'zi Alibi Idrisni barbasi u darajada zo'r emas. To'g'risi. Bilmadim, mana o'zim bitta ko'rganda ham bilasiz-ku, u darajada zo'r emas Alibi Idris barbasi. Prosta stoykada ozgina anaqa bo'ldi. Ekanlari ham bir-birlari bilan sirazi urushib ketgani hisobiga ozgina charchoq bo'ldi. Mana shu eto'zi endi men hamma videolarim chiqqanda ko'p anaqa tarqalardi. Endi balki qanaqangidir taniqli sportchilarni bilganimiz, men qoyil qolganim mana shu bola edi sizlar zaldan. To'shta endi eto'z uni stoykada men bilan o'rganman, baribir ham qilganmiz deb. Yana bo'lganmi mana shu o'z vazningizda qanaqangi taniqli sportchilar, sparinglar tam Pyotr ham anaqa bilan yam bilan biz faqat urushardik. Anaqa bilan yo'q, bu nima edi ismi? 61da hozir 5-nomer anaqaga urushyapti. Shon O'mili bilan urushyapti. Yadong bilan. Ha, Yadong. Koreysmi nima edi o'sha? Ha, koreys. Bu ham sizlarning zaldan, ha? Da, hozir O'mili bilan urushadi, yutsa chempionskiga urushadi. Shon O'milini yutsa chempionskiga Merab bilan urushadi. Uni ham bazasi kurashmi, adashmasam? Yo'q, uni bazasi o'zi stoyka, boksyor u. UFC'da bir 6 tacha nokauti bor. Yaxshi udarnik, barba zashtasini zo'r qo'ygan. Yaqinda Henry Cejudo bilan ham urushib yutdi-yu, Henry Cejudoni. Na. Barbada zashta qildi, qo'lda urdi. U bilan bizda UFC boyaslar juda ham ko'p aka. O'sha gapingiz bo'lib, o'sha sportchi bilan sparinglar bilan stoykada qanaqa o'tadi? Yaxshi o'tadi. Aka, menda hammasini videosi bor. Endi men prosta anaqa qilmayman. Ular bilan olingan, Jasur akam olganlar borganda, Jasur akam hamma narsani o'sha kim bilan sparing qilsam hammasini olib qo'yadilar-da. Keyin Josh Emmett bor, bilasizmi? Josh Emmett, Ilya Topuria faqat o'sha boisda uxlata olmagan. Juda qattiq nokaut yor. Kal Josh Emmett. Yom topda yo 5 yo 6-nomer bo'lgan. 66da urushadi. Ular bilan sparing qilganmiz. Juda qattiq uradi. Ular bilan sparing qilardik. UFC bu yoqda boyasi juda ham ko'p. Hammasi shu yaxshi boyaslar bilan sparinglarim ko'p. Har kim anaqadan keyin ko'rsataman sizga videodan keyin. Intervyudan keyin. Endi men ommaga qo'yishni to'g'risi o'zim xohlamayman-da. O'sha ertaga o'zlari ham ertaga ko'rishsa qanaqadir boshqacha noto'g'ri fikrlamasin deb ham qo'ymayman-da. Ularni baribir o'zimni turgani yaxshiroq. Internetga qo'yganimdan ko'ra. Oxirgi oktagon turnirni ko'rdingizmi? Yoqdimi sizga? Qanaqa bo'ldi? Yo'q. Oxir qaysi bir hozir ukam urushgan. Xumarayandagi. To'g'risini aytsam, ukamni boyiga bordim. Ukamni boyini ko'rdim. Ukamni boyiga chiqdimda, undan keyin chiqib ketdimki, Amirxonni boyini anaqadan ko'rdim. Ozgina jahl qildim, bo'ldi. Chunki u yoqda o'sha hammasini o'zi bayismiz-ku, kim qanaqa bayislar bilan urushayotganini bilardim. O'sha uchun men kerakli boylarni ko'rdim aka. Qiziq bo'layotgan boylarni ko'rdim. O'sha uchun. Qolganlarini shu yutganidan keyin o'z bildim, shu yutadigan bolalarni mashina yutadi, menimcha. Biz haqiqatan shuni yutishdi. O'zimizdan bolalar yutishdi. Zafar boyini keyin ko'rdim. Ukamni. Zafar yaxshi urishdi, zo'r urishdi. Chunki Zafarni sapernigi menga sparing partnyor bo'lib bergan. Tailandda. Yaxshi bola ekan-da. Chunki chempion Mira anaqada, jujitsuda. Barbasi zo'r edi. Stoykasi ham tak o'rtacha. Zafar o'zidaqa. Lekin ikkalasi bir-biriga juda mos sapernik edi-da. O'sha qiziq bo'ldi menga. Esni razdivalkada birga ko'rdik-ku. Ha? Razdivalkada birga ko'rdik-ku işte. Ha, esingizmi? Turib переживать qildim-da. Chunki zo'r edi sapernik. U bola ham yaxshi bola edi-da. Menga sparing anaqaladi, paraladi, ukajon qirg'iz bola edi. Anaqaga yordam bergan. Paraga desam, biz individual ishlardik 5 kishi. O'zimiz sparing qilardik. O'shanda kelib yordam qilardi, yo'q demasdan.
Bechora tayoq yerdi, ko'zlar qattiqroq urvoribman. Men senga sparing partner bo'lgani kelganman, meni urasan deydi-da. Yaxshi bor edi, shularni boy qiziq bo'ldi. Qiziq bo'ladigan boylarni ko'rdim aka, to'g'risi. Keyin o'zi Nasrina yo'qligiga keyin chiqib ketdim, e'tibor bermadim. Mana shu Glanniy bo'yida Amirxon Sayatga yutqizib qo'ydi. O'shda nima noto'g'ri ketdi deb o'ylaysiz? Amirxon berilgan zadaniyani bajarmadi. Zadaniya qanaqa edi? Trenerdi. Men Jasur akani aytish bo'yicha Jasur aka unga o'sha anaqasidan zashita qilib, barbasidan zashita qilib, stoykada urish aytilgandi. Dalshi o'zi proxod qilib, nimadirlar qilib barba qilish kerak emas edi-da. Chunki Amirxon stoykachi. Menda ham ba'zi shunaqa. O'ylab ko'ring, men Asu bilan urushyapman-da. Asu bilan urushyapman-da, stoykada uryapman-da. U misol Borisku, u bilan barba qilyapman, dalshi, o'zim yiqitib barba qilyapman. Nima qilaman qilibman? U Boris kuchimni yetkazdi, nima qilaman u bilan? Menga zadaniya, menga trenerlar, menga har doim trenerlar tarafdan berilgan zadaniya muhimroq. Chunki trener ko'radi sizni. O'sha uchun Amirxonda mana shu narsa ошибка bo'ldi. Bittada proxod kirgan vaqtida men aytdim, o'sha yiqitganda dalsh yog'iga kirish kerak emas edi. Ushlab, urib, ozgina kontrol qilib, qo'yib yorib, yana stoykada urish kerak. Chunki formasi idealniy formada edi mana shu safar. Zo'r formada edi, zo'r mehnat qildi, zo'r sababini qildi. Oxirida trenerda qilmagani uchun ошибка bo'lib qoldi. Juda oddiy ошибкалigi. Juda oddiy. Mana shu hozir Asuni esladingiz. U bilan janglar bo'lishi kerak edi. O'xshamadi, endi sizda anaqa bo'lib qoldi. Keyin har xil gaplar chiqdi-da, tam bunaqa edi, bunaqa edi. Kimdir bizda ham endi negativlarni eng pastki sortlari ham bor-ku bizda o'zida. Ramazon qo'rqqanim uchun shunaqa spesialni qildi dedi. Kuchi yetmasdi baribir dedi. Tam qo'shnilarimiz ozgina gapirdi, biz urardik dedi. Keyin Asuni bo'yidan kelgan endi yutgan bo'lsa ham shunda bo'yi ko'rib, men o'zim o'sha oktagonning oldida o'tirdim. Уже 200% hamma aytdiki, bu Ramazon spokойно buni urib orar ekan. Kurash ham o'tmasa ekan, stoykada ham anaqa qilar ekan. Mana shu Asu bilan jangingiz bo'lsa, uni kurashi sizga qanchalik muammo bo'lishi mumkin? Endi aka, men oldindan yo'q, o'zi hech qachon katta gapirmayman, lekin aytayapmanki, o'sha Asudi barbasi qanaqa bo'lsa, Asudan barbasi bir barobar kuchli bolalar bilan men sparing qildim. Ular bilan bemalol parterda ham, anaqada ham ishladim. Tayyorgarligim yaxshi bo'lgan edi shu boyda. Endi shu aytayapmanki, Alloh xohlamadi bu narsa bo'lishini. Lekin bu eng zo'r volnik bilan qo'ysa ham inshaalloh hozir qo'rqmayman men o'zi. Chunki o'sha barbaga ancha tayyorgarlik ko'rdim, sababini qildim, mehnat qildim. O'sha boylarda barba qilmaganim uchun shu ko'plash barbasi sizlarga unaqa deb o'ylaydi-da. Tak unaqa emas. Lekin o'sha bilan Asu Almabayev bilan janglar bo'layotganda bitta narsaga besh ketdim, bir-birlarini zo'r hurmat qilib qo'ydinglar. Zo'r hurmat qildinglar, ikki xalq ham shu молодец, bravo deyishdi-da. O'sha jang bo'lmaganda, atmay bo'lib qo'yganda ham hurmat bilan to'xtadi bu narsa. Yaxshi bola u ham. Bitta kartda urishamiz, bir-birimiz bilan Instagramda podpisinimiz. O'shanaqa narsa bo'lib qolganda, atmay bo'lib qolganda u menga yozdi. Men travma bo'lib qoldi deb o'ylaganda, sog'ayib ketgan, tezroq janglarga qaytgan deb yozdi. Men unga omad tiladim. Yaxshi bola, baribir qo'shni davlatdanmiz. Hech qanaqa anaqamiz yo'q-da. U aytgandek, UFC kimni bersa, u ham men ham tanlamaymiz-da. Iloji yo'q. Aka bo'lmasangiz, atak oshna og'ayni ham bir-biriga beraveradi, mana misol. Kim bilan? Bogdan Guskov bilan kimni berdi? Braziliyani. Bitta zalda, mana bitta zaldagi bolani berdi. Endi bular biza bitta
Qozog'iston bilan O'zbekistonni kutmasang bo'ladi. Lekin men u sirini bilaman, u o'zi bergandan keyin u aytgan, o'shani отказ qilgan familiyasi esimdan chiqib qoldi. U yerda sani faoliyating muhimroq, menda уже поражение bo'lgan, sani faoliyating muhimroq, men o'zim bo'ydan chiqaman deb o'zini do'stiga yo'l berdi. O'sha bitta zalda ham birga trenirovka qilib yurishadi. O'zi u ko'proq Braziliyada yashagani bilan ukasini Rossiyada tashlab ketgan. Ukasi o'rasga uylangan, bagdan ularga qarab yuradi. Ukasi ham unga sparring partnyor. Ukasi ham UFC boyachda. San faoliyating muhimroq bagdan deb, men o'zim deb o'zi bo'ydan отказ qildi-da. U endi yo'lini qilishda отказ qildi. Shuni bilaman. Bular ham mana shu ikkita o'rtoqni bo'y qo'rishdi-da UFC'da. UFC'ga endi farqi yo'q-da. U kimni qilsa iloji biza sopernik tanlamaymiz. Ko'plar o'ylaydi-da. Men mana shu vaqtgacha вообще sopernik tanlamaganman. Kimni bersam o'shaman, farqi yo'q. Chunki nimaga mehnat qilaman aka? Qanday qilib tanlashim mumkin? O'ylab ko'ring, siz mening niyatim chempion bo'lishda, chempionlikkacha mening esimda qancha topiy boyislar bor. Men ularni urishim uchun o'sha yaxshi boyislarni urishim kerak, to'g'rimi? Yaxshi boyislarni urishim kerak-ku. Shu narsani odamlar tushunmaydi-da. Ko'p odam tushunadiganlar bor. Yaxshi boyislar, yaxshi sport tushunadigan odamlar tushunishadi. Bu hech qachon bu zadni yoqmaydi, hech qachon hech kimdan qo'rqmaydi, kimni bersam urishadi deydi. Lekin sport tushunmaydiganlar bor-da o'zi. O'zi shunaqa inson bo'ladi, lekin shunaqa deb o'ylashadi-da. Bu qo'rqdi. Qanday qilib qo'rqib doping chiqarish mumkin odam o'zidan, aka? Men rosa xohladim shu boy bo'lishini. O'zimga ham opit bo'lardi bu. Chunki men haqiqatan ham asu zo'r boyis, zo'r kurashchi, o'zimni mana shu boyda zo'r sinab ko'rmoqchi edim. Baribir shu odamlarni shu anaqasi o'sha yerda to'xtardi-da. Yo'q, bo'ldi, bu o'sha Volnidan ham ancha tajribasi bor ekan degan мненияsi paydo bo'lardi-da, fikr paydo bo'lardi-da menga nisbatan. Mana shu sizlarning Vestiga chempion bor-ku. Pantoja. Pantoja. Familiyasini hozir eslolmay o'tirdim. O'sha bola mana hozirgi anaqada mana top 5 talikda yuta olgan bola bormi? Hozir yo'q. Chunki u hammasi bilan urushib chiqqan. UFC'ga ham qiziq bo'lyapti, o'sha uchun meni ko'tarayotgandi u UFC'dagilar. Asuni qiziqishda Asu Manel Kapidan o'ta olmay qoldi. Manel Kapidan o'tganda chempionskiga berishardi. Hozir Joshua Van bor. 23 yoshmi, 24 yoshli bola. Qora bola. Ko'rdingizmi? Yo'q. Joshua Van. Meni soperligim Charles Johnson bilan urushganda uxlab qolgan. U birinchi nomer bolani Brandon Royval yutib qo'ydi. Zaminaga chiqib. Hozir o'sha Pantoja bilan urushmagan, uni qo'yishadi chempionskiga. Uni ham agar Pantoja ursa bo'ldi. Pantojani uradigan o'zini vestida hozir boshqa hech kim yo'q. Sizni qaytishingizni kutisharkanda endi. Inshaalloh, ha. Hozir o'shanga men aytdim, bo'pti, qaytganimdan meni eng top-way 7 danmi, 6 danmi, 5 danmi zo'r urush qiladiganini bersa, zo'r podgotovka qilib, zo'r tayyorgarlik qilib, xudo xolisa urushaman. Siz qaytgunizcha sizni top o'rningizni egallab turishadimi? O'shani joyida qoladimi yoki hozir top 15 dan chiqaradimi sizni? Yo'q, chiqarmaydi. 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 O'sha joyingizga qaytasiz. Ha, chunki doping kontrol javoblar chiqqanda o'zi aytilardi, agar o'sha reytingni olib qo'yish kerak bo'lsa aytiladi. Men chunki u qo'l qo'yilgan qog'ozlarni hammasini o'qib ko'rdim. Reytingdan tushirilsin degan joy yo'q. Yutgan g'alabalarni olib qo'ysin degan joy yo'q. Bunaqa joy yo'q, sababi mendagi preparat juda oddiy va kam miqdorda va qonimdan boshqa chiqqani yo'qda. Ikkinchi marta mendan olishdi-ku. O'shanda toza chiqdim-ku men, qonimda hech narsa chiqmadi. Agar chiqqanda o'sha boylarimni ham atmen qilardi. Keyin uzoq muddatga zapret qilardi. Jon Jonesdan chiqqanlari realni qattiq qilib chiqqanda o'ladan. Misol, qarang, chiqarib olmagan u. Eplab olishdi uni. Misol Jon Jones, yana kim bor? Dagestanistdan chiqqan, Zubayradan chiqqan. Keyin Azamat Murzaxanov degandan chiqqan ekan. Islom Maxashevni o'zi Meldonik chiqqan undan ham. Doktor qilib aniq qilishgan.
U har bitta bois bilmasdan qilib qo'yadi-da. U men bilmasdan arzimagan tabiiy bosh og'riq dori bizga ketishi mumkin emas, bilasizmi? UFC'da mumkin emas. So'rab ichishingiz kerak. Nimadir dori ichishdan oldin birinchi UFC'ga yozishingiz kerak. Mana shu dorini ichsam bo'ladimi? U 2-3 kun ichida ko'rib chiqadi. Ungacha o'lib qolsangiz-chi? Даже oddiy shamollash terapiya ham mumkin emas. Mumkin emas. Terapiya ham doping. Icholmayman men. Mana shamollaganda nima ichasizlar? Shamollagan vaqtda to'g'risini aytsam, trenirovka qilaman, sauna qilaman. Boshim rosa og'rib ketsa, paracetamol ichishim mumkin. O'shani ham 5-4 marta Google'ga yozib, Iskandar akadan yozib so'rayman. Aka ichsam bo'lar, ham boshim og'riyapti, nima dori ichaydi? Juda bosh og'riydi-ku shu vaqtda. Yaqinda bitta sportchi dopingga tushib qoldi. Shunaqa ChatGPTdan so'ragan. Mana shu dori dopingmi degan, yo'q degan, ichgan ChatGPTdan so'rab, keyin doping ekan. Hozir ChatGPT sudga beribdi-da. Endi hozir aytasiz, Google'dan so'rayman deganingizga aytolman. Yo'q, Google'ga o'zingiz yozsangiz tarkib anaqasi chiqadi-yu. Sostav. Anaqaga ham tashlayman nima? Iskandar akaga. Birinchi o'rinda nimadir dori, nimadir anaqa bo'lsa, men sira Iskandar akaga ketaman-da. Shu Iskandar bilan hozir aloqanglar qanaqa endi? Shu holat zo'r. Biz gaplashib olganmiz. Endi aka ayb Iskandar akada ham emas. Iskandar akada ham, menda ham. Bu ikkalamizda ham bo'lganda bu narsa. Iskandar aka misol doriga ham misol sal qaramagan. O'sha sal qarayman, hozir qarayman, bo'ldi o'qib. Shuni o'qib, hozir tashlayman deganda esdan chiqib ketib qolgan. Men ham o'sha dorini o'zim o'qib ko'rmaganman. Shuni internetga yozsam chiqib kelar ekan o'zi. Va'dada zapretga kirgan dori ekan u. O'sha narsaga men ham sal e'tiborsizlik qilganman. Iskandar aka ham o'zini e'tiborsizlik qilgan. Shu narsani bo'lishini Xudo xohlagan aka, bo'ldi. Tamom. Endi bu yog'iga bekorga emas, sal ikkalamiz ham Iskandar aka ham bu yog'iga misol men bilan yana ham har bitta nimadir berishdan oldin, nimadir ichishdan oldin qarab ko'rib beradilar-da. Hozir 9 oy jang bo'lmaydi, kamida. Keyin qachonga jang olinadi, bu ham bor. 9-10 oy jang bo'lmaydi. Finansiy holat qanaqa endi? Alhamdulillah aka. Yaxshi? Ha, normal. Bormi sponsor, homiylar, reklamalar, boshqa narsalar? Bor, o'zimizda shu Buka bor, Galilla bor, shu ishlayotgan homiylarim bor ekan, alhamdulillah. Alloh rizq berib turibdi. O'sha oldingidan ko'ra, oldingi sharoitlardan ko'ra yaxshi. Endi Xudo xolasa sabr qilamiz ozgina. Endi UFC'dagi keladigan pullarda emasda. Xudo xolasa sabr qilamiz ozgina bu yog'iga. Yaqinda o'zi kontragim o'zgaruvdi-da. Katta. Nechtalik edi? Yaxshi edi aka. Hozir o'sha kontrakt qoladimi? O'shanda qoladi. O'shanda qoladi. Menga shunaqa yana anaqa berishuvdi. Bitta bo'y asoni urganimda yana sirasi o'zgarardi, katta. Ya'ni 4 ta bo'y yana boshidan berishardi. Endi xolisa bizani menejer yaxshi. Yaxshi anaqa qiladi. Gaplashish yaxshi biladi. O'shanga Xudo xolisa, to'g'risini aytsam, gap bu yoqda anaqada emas, pulda emas, o'zi rosa ham chempionlikka borishni xohlayapman. Pul bo'lganda o'sha vaqtda Ryzen bilan yaxshi summa pul olib urushib yurgan bo'lardim-da. Yuragimdan o'zi chempionlikka o'shani tezroq chiqib, Pantoja bilan urushib chempionlikka dastoyinligim ko'rsatgim kelyapti-da. Xolos. Noxolos. Shu gaplar. Bir ozgina ayrim internet nashrlari tomonidan sizni biznesingiz bir muhokamaga olinuvdi. O'sha eshigini oldiga turib olib videolar qilishuvdi, o'sha burgerxonangiz haqida. Keyin adashmasam nomini o'zgartirdingiz. Team Burger bo'ldimi hozir? Yo'q, o'zi Team Burger edi. O'zi Team Burger edi. Uni bir ikkita joylariga
anaqalar katta plakat bo'ladi-ku, plakatiga Timurlandni qo'yishganda, uni o'sha ochilishi vaqtida qo'yishgan. O'sha videosi boshida o'sha men qo'yganman, keyin blogerlar tarafdan ham qo'yildi-ku. Ancha prosmotrlar bo'lib ketgan, o'sha videoni ko'chirib olishganda ular. Keyin borishgan. Nimaga sizlar unaqa Timurlandni qo'ydinglar deb. Oldin kirganmi yoki sразу ko'chada video qilganmi ular? Yo'q, birinchi o'zimizda olgan, keyin tashqaridan video olib, keyin ichkari kirishgan. U plakat, prosta plakat turgan. Ochilishdagi plakat qolib ketgan, bu aytilgan. Bu plakat Timurland burgerxonaning nomi emas, Tim Burger deyilgan. Bu yerda Timurland plakat qo'yilgan, prosta. Buni olib tashlaymiz deganda. Keyin o'zimiznikilar shu borib shunaqa gap so'z qo'yishgan. Hozir ishlayaptimi bu joy? Ishlayapti. Bilamiz, ko'pchilik uspешный sportchilar o'zini brendini ochadi, rivojlantiradi. Sizda ham o'zingizda ham shunaqa bir qanaqangidir g'oyalar bormi? Qanaqa o'zingizni brendingizni ochib, rivojlantirib, yoki komandami, zalmi, nimadir rejalaringiz? Bor aka, xudo xolisa, Jasur aka bilan birgalikda inshaalloh qilamiz. Birinchi hozir bu bizada keyingi masala, birinchi masala shu yaxshi borib chempionlikkacha borib, kamarlarni olib, xudo xolisa keyin sekin o'zimiz shunaqa katta akademiya qilib, bolalarni olib chiqish niyatimiz bor. Chetlarga, UFC'larga, katta joylarga. Albatta, xudo xolisa. Shuning uchun ingliz tilini o'rganyapman. Ingliz tilini xudo xolisa mana shu boyimgacha inshaalloh ancha surpriz bo'ladi mana shu boyimga aka, xudo xolisa. Xudo xolisa. Keyin mana bitta narsa esimdan chiqdi, hech e'tibor berib so'ramagan ekanman. Balki endi ko'rib esimdan chiqib ketganmi. Sizga hech hokimdanmi yoki bukumdan bu uy sovg'a bo'lganmi? Hokimdan? Endi bo'ladi-ku, hamma bayazga kimdir beradi-ku, davlatdan kimdirmi, hokimmi yo bo'lmagan. Hali bo'lmagan. Faqat anaqadan o'sha bir kelganingizda homiylar tomonidan. Xonsaroydan berildi menga. Homiylar tomonidan. O'sha anaqadan berildi. Homiylar tarafdan berildi o'zi. Atak hokimlar tarafdan yo'q aka. Nasib qilib, kamar olib kelganingizda $10 million ishlaganingizda $10 ming uy berishadi. Davolasam. Mana nima bo'lsa ham e'tiborda. Granit xalqi e'tiborda. Shu, xudo xolisa. Albatta. Tezroq janglarga qaytib qolishingizni kutamiz. Rahmat. Birgamiz. Ukalaringizga ham omad tilaymiz. Yaqinda ketma-ket kelishadi bitta-bitta. Inshaalloh. Suhbat qilamiz hammasi bilan. Sizga ham omad, janglarga kutib qolamiz. Rahmat aka. Sog' bo'ling.